Betim şaltaq bo'lganda yuvgan edi. Ishtonimni almashtirgan edi, shu odam edi. O'zim cho'miltirib qo'yay deb kiradigan bola bormi? Ya men o'likdan qo'rqaman deydi. O'lik kim edi? Eshak emas edi-yu, otang edi-yu o'lik. Shu otani oxirimatda tahoratini, oximatda huzunini cho'milishiga yaramagan bola bolami o'zi? Xo'p, yuvintirishni ham bilmadingiz, o'likdan qo'rqdingiz. Lekin gunohdan qo'rqmaysiz. Murodim oldidan xiyonat qilishdan qo'rqmaysiz. Yolg'ondan qo'rqmaysiz, g'iybatdan qo'rqmaysiz. Orqasidan yumaloq xat yozishdan qo'rqmaysiz. Otani o'ligidan qo'rqasiz. Xo'p, yuvintirmadingiz. Oxirgi ko'ynagi bor. Kafani bor. Tirikligida shim ko'ynak olmadingiz. Bechora pensiyasini yig'ib zo'r bitta